Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining maxsus xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Hurmatli ko'ruvchilar, tunugungi programmamizda sizlarni xabarlantirganimizdek, bugun Birlashgan Davlatlar Tashkilotining ichida Dunyo Uyg'ur qurultiyi va Xatar ostidagi millatlarni qo'g'dash tashkilotining birlikda uyushtirishi bilan bir yondosh yig'in ichilgan edi. U yig'inninki tafsilotini tunugungi programmamizda Dünya Uyghur Qurultayının sabiq reisi Dolqun İsa efendim bilen mecburi emgekke sınıgan lager şahidi Erbaqit Otarbay qeyrindişimizni ziyaret qıldıqanlıqımızını sizlerge etqaydık. Bugün biz bu haqda bu programda ötküzüp durupdimiz. Hoş, hürmetlik Dolqun İsa efendim, bugünkü bu yandaş yığınınki mezmuni ve bu yığında siz mi söz kıldınız, sözlegen nutqınız hakkında bir məlumat berip ötken bolsunuz. Rahmet. Bugün Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki Kişilik Hukuk Kengeşi'nin yığın devam ettiği vaxtıda Birleşken Devletler Teşkilatı'nın içinde Xatar astidagi Xalqlar Teşkilatı tarafından bir yandaş yığın ötküzüldü. Bunun da Tibet Dalai Lama'nın Ceneva'daki vekili Timlay Hanım, onun dinkin Falun Gongla'nın vekili ve şundaklı bizim kamp şahidimiz ve ben bulup bir yerde Xitoydagi kişilik hukuk vaziyati haqida doklad berdik. Mening bu yerda asosan bu qatimqi yig'inda o'tirib qo'ygan temam navbatdami Xitoy hukumatining Uyg'ur va Qozoq qatorliq Sharqiy Turkistonda Xitoyning bu jazo lagerlarining davom qilayotganliklarini 2023-24 yillarning oxiridan boshlab Xitoy hukumati dunyoni aldash uchun bir aldamchilik siyosatini yurgizib teşvikat uruş yapayotganliklarini diplomatlarni, jurnalistlarni olib berish orqali bu erkiy qirg'inchilik ustini yepish qo'rinayotganligining bir aldamchilik siyosat bo'lganliklarini, chunki reallikni hech qachon o'zgarmaganliklarini deb o'zimning masalan mening tehi 2 hafta ilgari akamning 20 yillik turma jazosiga qamalganlik xabarini Erkin Asya Radiosu'ndan 2 hafta oldi bilganlikim. Meselelerini oturup koyup bugün Gülşen Abbas'ın hazırgıçı Xitay turmusida azap çekiyotganligi, İlham To'xtining, Yalqur Ro'zining muşunga o'xshaydigan beguna insonlarning azap çekiyotganligi, millionlagan insonlarning azap çekiyotganliklarini, shuning uchun Xitoyning bu yerda aldamchilik qilayotganliklarini, bir Ramazan oyida diniy e'tiqod erkinliklarining mushu oydimi shakllanayotganligi, mechitlarning taqoq bo'lganligi, ba'zi youtuberslarning, chet ellik youtuberslarning berib bu narsalarni davatganliklari sosyal medyaya qaraydigan bo'lsak, aning deyinkin ballarning hozirgacha 1 million ortiq Uyg'ur ballarının ailesidan ayrı etilib Xitoyning ichki o'rikligiga olib birib qilganligi, ularning nada bo'lganligining xabarining bo'lmaganligi, Xitoy hukumatining yolg'iz Xitoyning ichida va yoki Sharq Turkistonda bu xil qirg'inchilikni yurgizib qolmay chet elga kengayganliklarini, masalan Taylanddan tehi 2 haftadan ilgari 40 tane qarindishimizni Xitoyga aketganliklari o'xshaydigan mushu nuqtalarni gavdlantirib Xitoyning bu siyosati hech qanday o'zgarishning bo'lmaganliklarini bu yerda o'tirib qo'ygan bo'ldik. Rahmat sizga. Ananinkin sizningki nutqingizdan keyin shu yondosh yig'inga qatnashgan Xitoyninki bir diplomati sizningki bu gapingizga e'tiroz bildirib u yerda gap qildi. Bu vaqtda bir to'xtalib o'tgan bo'lsangiz. Shunda bugungi bu yandash yig'inga nurg'unlagan davlatlarninki diplomatlari qatnashibdi. Yevropa, Amerika, Kanada, Angliya, Chex, Finlandiya, Yevropa ittifoqi o'xshaydigan davlatlar Xitoyningmi diplomatlar kiribdi. Bu davomli Xitoy qiladi o ishni. Bu qatimmi nutqimizdan keyin Xitoyning diplomati u yerda so'z oldi, savol javob qismida elib u yerda savol so'rashni o'rniga bilmayincha u yerda fikrlarini o'tirg'a qo'ygan bo'ldi. Yig'in boshqaruvchisi deydi, savol so'rasan desam ishora qilib deydi, bu yerda birmuncha u yerda victim bo'lganligini, qurbonliklarning gaplari to'g'ri gap bo'ldi, ammo Xotanda, Ürümçi'de, bu yerda Kunmingda shundoq partlatishlar, o'ltirishlar bo'ldi. Bu terrorizm emasmi? U yerda uning qurbon bo'lganlarningki vaziyatiga nima deysa degandek savol so'radi. Biz u yerda dedik, chunki Xitoy yerda tabii Sharq Turkiston, Xotanda olsun, boshqa yerda olsun ba'zi shiddat ahvollar yuz berdi. Buni terrorist nimasi demaymiz biz, chunki begunoh insonlarni kunda yo'qolib ketsa, begunoh tutqun qilinsa, begunoh o'ltirilsa, ularning qo'pib mahkamaga berib, yoki soqchi idorasiga berib, hukumatga berib, mening bolalarim, qarindishim nada deydigan, so'raydigan bir huquqi bo'lmasa,
Fikrini oturup koyduğun hukuku bulmasa bular tabi intikam oldu. Bunu fakat intikam eliş için başka çıkış yol bulmagan tanıgan yol. Şunun için biz elbette şiddetni nimeni kollamaymiz ama yerde halkımızın kuvvetliği yerde şiddetke Xitay hükümetinin mecbur kallığı. Bu herkes terörizm emez. Bir yerde kopup sen bir kan şiddet yüz verdiği deyiş arkalık milyonlagan insanların turmuğu ceza lagerleri koyduğunda hiç kandak halkara kanun mu yol koymaydı ve hiç kandak onun asası bulmaydı dep bir yerde cevabını bergen bulduk. Rahmet sizge. Hoş Irbaqt efendim. Siz bugünkü bu yandaşlığında özünüzün kısqacha tonuşturuş bilen birge bu yerda şu mecbur emgekке sınıgan vaqtınız diki şu sergüzeştirinizde bu jığın ehli bilen hem behirligen buldunuz. Bu haqda özünüzdeki hissiyatını sözlep ötken bolsunuz. Bu mening şu lagerda turgan vaqtda şu yerda ko'rgan, japa tatgan, zulümlüğü Xitayning bizga ishlagan. Şunu endi bu yerda endi diplomatlik mundaq cho'ng bir nimada aytib ko'nglimning shundoq xo'shal bo'lgani. Lekin hozir shu Xitoyning diplomati qatnashib u yerda kulib o'tirgani, shuni ko'rib, mana yuragimning bir xil bo'lganlari. Shundoq endi hozir yetkazolmayatrimda. Lekin endi bu qandoq deymiz endi? Bak yaxshi bo'ldi deb dunyoga endi bu yetkazish uchun bu Xitoyning ishlayotgan bu zulmligini, jinoyatini bu men uchun bir yaxshi bir fursat. Shuningga bunu o'rinlashtirib, buni yerga chaqirib, bu yig'in qatnashganman. Rahmat aytaman. Sizga rahmat. Bu yig'inda siz şu o'tirib qolgan bergan guvohligingizningki bir mazmun haqida qisqacha ko'rmanlarimiz bilan o'rtoqlashib o'tgan bo'lsangiz. Nimalarni dedingiz shu yig'inning ichida? Guvohlik nimalar haqida guvohlik berdingiz? Bugungi yig'inda shu hamda majbur emgakda barisida bizning ishlagan ishimiz. Masalan, men kiyim tikish zavodda bo'ldim. Bu yerda menda bizden hem de ayol bo'lib ishlaymiz. Bu yerda 300 dan ortiq insonlar xizmat ishlaydi bu yerda. Hem de bu her bir ishlagan o'rnimizda birden kamera bo'ldi. Hem de shundoq besim ostida biz xizmat ishladik. Lekin bu bizning tikkan kiyim-kechak bo'lsin, ishtonlar bo'lsin, hammaning ham de yasab chiqarishida bizde hech qanday bir marka deganni bilmaymiz. Hem de yasab chiqaramiz. Bu yerda bizning ham de xizmat ishlaymiz degan soat biz 6'da qo'yib turdi bizda. 6'da qo'yib turib, 7'ga дейін shu tamoqni ishib bo'lamiz. 8'da shu kiyim tikish zavodga bizni apirdi. O yo'lda ham yarım soatdaq mangamiz. Endi mangan vaqtimizda bir-birimizning materialimizni tutib, shunga tizilib ayol bo'lsin, tizib apirdi. Ega bag'aning bizning buna kep bu yerda nomerimiz bo'ldi. Har bir nomerimizning o'zimizning degan nomeri bo'yicha shu yerda o'tiramiz. Bu yerda har bir kamerada shunday xizmat ishlaymiz. Uning vazifasi bor, biz berib beradigan. Shu vazifani tugatmasak, unda Xitoyning hozirgi tayyor jazosida biz dushar bo'lamiz. Endi uning jazolaydigani to'q tayoq bilan urdi, bo'lmasa seni osh qoltirdi, bo'lmasa seni shu sovuq muzdaq suvning ostiga soldi. Endi shunday jazo bilan nima qildi? Shuni endi shunday bo'lmaychi deb biz endi bergan vazifani qanday kesh bo'lsa ashini ishlaymiz. Endi soat kechda biz soat 10'da ishdan tushamiz. Ondan ishdan tushib bo'lgandan keyin yarım soatda tamoq yasab yegizdi bizga. Tamoqni yeb bo'lgandan keyin yana Xitoyning tungi vanzishi deydi Xitoyning-chi. Shuni o'rganamiz 2 soat. O yerda shu Xitoyning siyosati, hozirgi bo'layotgan nima bo'layotgani, uning Xitoyning qizil naqshisi mushuni to'latadi. Xitoyning tarixi bu Xinjiangda qanday ozod qilgan to'g'riliq, bu yolg'on birdimlarni bizga o'rgatadi. Bugun BDT yig'in oldida mushum so'rovlarni o'rtaga qo'ydim. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Xo'sh, Dolqin Aysa efendim, biz bu yandaş yig'in tugitib chiqqandan keyin siz yeni bir yig'in qatnashdingiz, bir tashkilotning o'rinlashtirishida. Bu yig'in haqida bir ma'lumot berish bilan birga
va bu yig'indimi gap qilish fursatiga ega bo'ldingiz. Siz bu yig'inda nimalarni o'ttirib qo'ydingiz? Ha, bu bugün ben merkezi Ceneva'da bo'lgan bir xalqaro tashkilot var. International Interface, yani xalqaro itiqad özra itiqad erkinligi deydigan bir tashkilot. Bular bugün bir Ceneva'da bir otelde bir konferans o'tkazgan. Bu terrorizm qarshi turish, shiddat va inson haqlari degan temada. Bu yerda hamda men nutq so'zlash taklif qildi. Bu yerda terrorizmdan söz qilgan vaqtimizning o'zida Xitoyning, ya'ni Xitoy Kommunistik Partiyasining dunyodagi eng chong terrorist tashkilot bo'lganligini. Buni tarixiy faktlar bilan o'tirib o'tdim, chunki Xitoy Kommunistik Partiyasi shiddat usti qurilgan bir partiya. O Xitoy hukumatning bir hukumat deydigan nimalarni, uningki omillarni yeriga keltirgan emas. İçki urushlar nurg'un Xitoy xalqining yuzini o'ltirgan. Keyin Mao Zedong hokimiyat peshiga chiqqandan keyin nurg'unlagan Tibetliklarni, Uyg'urlarni, millionlagan insonlarni o'ltirganligini va o'zining xalqidanmi 40-50 million insonni madaniyatni qilib o'ltirganligi. Shuning uchun dunyodagi eng chong shiddat uyg'ulagan, ipagan va eng jiq adam o'ltirgan hokimiyatning va tashkilotning Stalinmi emas, Hitlermi emas, Xitoy Kommunistik Partiyasi bo'lganliklarini bir yana kun tartibga keldik va Xi Jinping iqtidorga chiqqandan keyin Uyg'urlarga nisbatan bir irqiy qirg'inchilik yuzish orqali buni ustini terrorizm qarshi turish kelimasi bilan ustini yepish quringanlikdan iborat. Ammo bu yerda Xitoyning haqiqiy davlat terrorizmini elib berish orqali Uyg'urlarning, Tibetliklarning va hatto Xitoylarning yüzünün ve Hong Kongliklarning yapayotgan faoliyatlarini mushunga bog'lab bostirilayotganliklari haqida to'xtaldim. Rahmat. Ziyoratimiz qabul qilganlar uchun sizlarga rahmatimni bildiraman. Hurmatli ko'ruvchilar, bugun Birleşken Devletler Teşkilatı'nın içinde bu yandaş yığın o'tkazib bu faoliyatlar bo'layotgan vaqtda o'xshash vaqtda YDT'ning oldida rasm ko'rgazmasi ilib berildi. Diqqatingizga rahmat. Shveysariyaning Cenve shahridan hammanglarga o'ttiq salom. Men riyosatchi Iftixor Abdurshid. Allohga emanet.